Agar siz homilador bo'lsangiz, bu video sizga bekorga chiqmadi. Yaxshilab eshiting. Sizga qimmatli informatsiyalarni aytaman. Demak, homila vaqtida farzand onadan gemoglobin, o'sha nima deydi, hamma mikroelementlar, sog'lig'idagi o'sha vitaminlar bularni emas, psixologik xususiyatlarini ham organizmdan olib tushar ekan. Ya'ni onadan judayam ko'p narsa o'tar ekan bolaga. Sizni ichki emotsional holatingiz. Hozir va shu yerda o'zingizga to'xtab savol bering. Men ona sifatida, ya'ni ayol sifatida o'zimdan qoniqamanmi? O'zim hozir o'zimni hissiyotlarimni eshita olamanmi? Men nima his qilyapman? Men qanaqa o'y-xayollar bilan yashayapman? Ya'ni kechgacha siz balki turmush o'rtog'ingizdan yoki qaynonangizdan norozimisiz? Yokida shunchaki siz baxtiyorlik bilan bandmisiz? Yaxshilab o'zingizga e'tibor bering, nazar soling. Agar sizni hissiyotlaringiz, fikrlaringiz negativ ko'proq bo'ladigan bo'lsa, demak bu narsani birpasda to'xtatish kerak bo'ladi. Chunki bu narsa bolaga o'tar ekan. Homila vaqtidanoq biza bolaga go'zal hissiyotlarni berishimiz kerak ekan. U bu dunyo yovuz, yomon, qahrli, kelishni xohlamayman deydigan holatda emas. Men bu dunyoda tug'ilishi va shu oilada baxtli yashashni xohlayman degan hissiyotlar bilan tug'ilishini ta'minlashimiz kerak ekan. Demak, emotsional holatingizga nima yeyapsiz, nima kiyyapsiz, nima ko'ryapsiz, kimlar bilan gaplashyapsiz, nima eshityapsiz, barchasiga e'tibor berishni boshlang bugundan boshlab. Va albatta o'zingizga bo'lgan baho, o'zingizga bo'lgan ishonch ustida ishlang. O'zingizni ustingizda ishlash bu o'zingizni hurmat qilishdan, o'zingizga yoqadigan narsalarni iste'mol qilishdan, o'zingiz ilm olishdan, ya'ni chiroyli adabiyotlarni o'qing, farzand tarbiyasi haqida yokida ayollik haqida farqi yo'q. O'zingizga yoqadigan adabiyotlarni o'qing va shu adabiyotlardan ilm oling. Fikrlaringizni daftarcha tutib yozishni boshlang va farzandingiz bu hissiyotlarni nima qiladi? Eshitadi, ko'chiradi va o'zingizga bo'lgan ishonch, baho oshgani sari hissiyotlaringiz to'lib, mazza qilib homiladorligingizni ya'ni sari bola ertaga dunyoga kelganda o'ziga bo'lgan ishonchi baland, o'ziga bo'lgan bahosi yuqori, samootsinkasi yuqori farzand bo'lib dunyoga kelar ekan. Va u baqiroq, isterichni, yig'loqqa yokida har xil kasalliklar bilan emas, mazza qilib homiladorlik vaqtida o'sgan va sog'lom, xotirjam bola bo'lib dunyoga kelar ekan. Ya'ni sizni homila vaqtidagi holatingiz bolaga juda ham katta ta'sir o'tkazar ekan. Shuning uchun nima qilar ekanmiz? Oyijonisi bugundan boshlab farzandingizni, qorningizdagi chaqalog'ingizni shirin so'zlar bilan, chiroyli kitob mutolaasi bilan xursand qilar ekanmiz. Musiqa eshittirishingiz mumkin. Zo'r klassik musiqalarni kolonkaga yokida qanaqadir naushnikda qoringa qo'yib yoki o'zingiz eshitishingiz orqali shirin narsalar, taomlar iste'mol qilishingiz, tayyorlashingiz mumkin. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizni go'zal munosabatda bo'lishga harakat qiling. Oiladagi insonlar haqida faqat yomon emas, yaxshi taraflarini ularni o'ylashga harakat qiling. Chunki siz ikkinchi insonga ham mas'ulsiz endi. Nafaqat o'zingizning fikrlaringizga, balki farzandingiz sog'lom, yetuk shaxs bo'lishiga, ertaga sog'lom, komil farzand bo'lib dunyoga kelib, go'zal, o'zidan chiroyli narsalar qoldirishiga siz mas'ulsiz. Shuning uchun homiladorlik vaqtingizga ko'proq e'tibor bering. Men aniq bilaman, siz to'g'ri yo'ldasiz va bunda men sizga qo'llab-quvvatlashga, yordam berishga yo'lga chiqqanman va tayyorman. Meni sahifamga obuna bo'ling. Chiroyli videolardan farzandingizni inshaalloh go'zal tarbiyali qiling.